Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbatu lil muttaqin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn amma ba'd. Parvardigor olam mana shu hoji akalarimizni, hoji bolalarimizni, hoji opalarimizni, hoji momolarimizni qilgan tavof shariflar Alloh o'zing dargoh ilohida ber yo qabul eyle. Parvardigor olam mana shu bandai mu'min mu'minalaringni xonadoni manzil makonlarga tinchlik bergin, osoyishtalik bergin. Parvardigor ulg'aytirayotgan jamiki farzandlari, nevaralarini ham Alloh umrini uzun, rizqini butun, tanu jonini sihat va salomat saqlab. Parvardigor olam safarda yurganlarni safarlarini bexatar qilgin. Bemorlarga Alloh o'zing go'zal shifoi komil ato aylagin. Farzand talabidagi insonlarga Alloh soliha farzandlar inom aylagin. Parvardigor olam barchalarimizni qalblarimizdagi jamiki pokiza go'zal niyatlarimizga Alloh yetkazgan. Parvardigor bizlarni zurriyotlarimiz mana shu manzillarga kelib tavof qilib, umra haj amallarini ado qilishlarini ham Alloh nasib qilgan. Parvardigor qalblarimizdagi jamiki pokiza go'zal niyatlarimizni Alloh mahsulini bergan. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا وهب لنا ومن لدنك رحمة برحمتك. الله مبارك.